Amerika hökuməti Uyğur diyarındakı siyasi bastırış və ictimai faciələrni irqi qırğınçılıq deyə elan qılğandan keyin qismən şəxslər və təşkilatlar bu hökmni səl ağır ketib qaldı degan məzmunda fikir qılıb kelayotgan idi. Amerikadakı oqurmanları ən köp olğan jurnallardan tashqi siyosat jurnali 15 aprel kuni məxsus obzor elan qilib, Uyğurlar diyarındakı reallıqның irqi qırğınçılığının barlıq təbirlərinə to'liq tushadiganligini yana bir qatam muayyanlashtirdi. Maqolada alohida qilib ba'zilarning Uyğur diyarida navbatda zo'r ko'lamli qirg'in bo'layotgani yo'q. Shunga uni qirg'inchilik deyish muvofiq emas degan so'zlarning qilchilikmi asosi yo'qligini ta'kidlandi. Chunki Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilik haqidagi ta'birida g'arazli holda ma'lum bir millatni butun yoki qisman yo'q qilish qilmishi qirg'inchilik bo'ladi deb aniq bekitilgan ekan. Yana kelib buningda manchilik odam o'lishi lozim deydigan o'lchammi mavjud emas ekan. Muhimi Xitoy hukumatining qasddan va g'arazli holda Uyg'urlarni yo'q qilayotganligining o'zi qirg'inchilikqa to'liq tushdi ekan. Navbatda Xitoy hukumatining Uyg'ur diyoridagi til, madaniyat, tug'ut, turmush odatlari qatorliq sohalarda qilayotganlarning hammasi g'arazli holda Uyg'urlarni yo'q qilishdek o'rtaq bir natijani ko'zlaganlik uchun buni irqiy qirg'inchilik deb atash hech qachon xato bo'lmaydi ekan. Yaponiya Bosh ministri Suga Yoshihide Amerikani rasmiy ziyorat qilib, Prezident Joe Biden bilan ko'rishgan tunji rahbar bo'lib qoldi. Yevropa xəvərlər to'rining xabar qilishicha, ikkilarning birlashma bayonotida خوڭكوڭ va Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq tafsirchiligidan qattiq andisha qilayotganligi o'tirg'a qo'yilgan. Yaponiya Bosh ministri Suga Yoshihide mundaq degan: Yaponiya Amerika ittifoqi hozirgi rayon vaziyati va bexatarlik sharoitining nacharligi sababidan ilgirkiga qaraganda texmi muhim bo'layotdi. Suga Biden bilan ko'rishgandan keyin o'tkazilgan birlashma axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilib, ikki taraf bexatarlik ittifoqi demokratiya va qonun bilan idora qilish kuchidan kuch oladi degan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Javlijan Amerika va Yaponiya rahbarlarining uchrashishi haqida Amerika va Yaponiya bizning andishimiz va talabimizga astoydil muomala qilishi, Xitoyning ichki ishlariga aralashish va uning manfaatiga ziyon yetkazishdan hamda Xitoyni nishon qilgan guruhni tashkillashdan saqlanishi kerak dedi. Türkiye parlamentidagi eng chong o'qituvchi partiyalardan Cumhuriyet Xalq partiyasining raisi Kamal Qilichdar'oغلۇ apandi Uyg'ur akademiyasi rahbarlarini Anqaradagi partiya markazida qabul qildi. Kamal Qilichdar'oغلۇ o'zlarining Uyg'urlarning hozirgi og'ir vaziyatidan bo'lib bu lagerlardan xabardor ekanligini, parlamentning ichi va sirtida Uyg'urlarning hozirgi ichinishlik vaziyatini kun tartibga elib kelishni davom qiladiganligini ta'kidladi. 16 aprel kuni tushdan keyin soat 3 da Uyg'ur akademiyasi ijroiya raisi Abdulhamid Qaraxon apandi Anqaradagi Yıldırım Beyazıt Universiteti o'qituvchisi Nomatjon Mehmet apandilardan tarkib topgan hay'at Cumhuriyet Xalq partiyasi raisi Kamal Qilichdar'oغلۇ bilan ko'rishganda uningga bir parcha yozma talab xati bilan Uyg'urlarning hozirgi og'ir vaziyati to'g'risida tayyorlangan bir yurish dokladni sundi. Shundaqla Kamal Qilichdar'oغlۇning ba'zi savollarga javob berdi. Cumhuriyet Xalq partiyasi raisi Kamal Qilichdar'oغlۇ apandi mundaq dedi: Biz Türkiye parlamentining ichi va sirtida Uyg'ur masalasini kun tartibga elib keldik va bundan keyinmi davomli holda o'tirg'a qo'ymoqchimiz. Kishilik huquq tafsirchiligi dunyoning narida bo'lsa, uningga qarata sukutda turg'il bo'lmaydi. Yaponiya quruqluq o'zini qo'g'dash qismi yaqinqi 30 yildan buyongi eng chong harbiy manevrni davlatning janubidagi Sharqiy Xitoy dengizining dengiz qirg'og'iga joylashgan Kyushu rayonida o'tkazmoqchi. Buningga asosan sentabrdan noyabrgacha bo'lgan oralikda Yaponiyaning janubidagi Kyushu rayonida taxminan 140 ming xodimning qatnashishi bilan harbiy manevr o'tkazadi. Yaqinqi 30 yildan buyongi eng chong harbiy manevrda davlatning g'arbiy janub qismida yuz berishi ehtimoli bo'lgan tasodifiy voqealarning oldini olish darajasini oshirish planlangan bo'lib, ayni vaqtda shimoldagi Hokkaydo, Tohoku va Shikoku rayonidagi askarlar Kyushuga avatildi. Kyoto agentligi bu xil manevrning eng oxir qatim sovuq munosabatlar urushi oxirlashgan 1993-yili o'tkazilganligini bildirdi. Xabar qilinishicha, Rossiya Federatsiya ئىستىخباراتى ئۇكرائىنانىڭ پېتېربۇرگدىكى كونسۇلى ئالېكساندىر سوسونيوكنى مەخپىي ئۇچۇرغا ئېرىشكەن deb qo'lga olgan.
Rossiya Federatsiya bexatarlik idorasi e'lon qilgan bayonotida Sosonikning ismini oshkorlashni xohlamagan Rossiya fuqarosidan bexatarlik o'rinlari haqida maxfiy uchurga erishish jarayonida jinoyat ustida qo'lga ilinganligi o'tirg'a qo'yilgan. Sosonikning qo'lga ilinganligi bildirilgan bayonotda bu faoliyat diplomatik xizmat salohiyatiga mos kelmaydi. Rossiya Federatsiyasiga aniq dushmanlik deyilgan.